Sen bilasanmi? Futbol tarixidagi eng qo'rqinchli va dahshatli himoyachilar haqida. 5. Virgil van Dijk. Liverpulning mashhur himoyachisi ideal markaziy himoyachida bo'lishi kerak barcha sifatlarni uyg'unlashtiradi. Tezlik, kuch, xotirjamlik va o'yinni o'ta a'lo anglash qobiliyati. 4. Ruben Dias. Manchester Cityning toqatsiz to'g'dek himoyachisi. O'yin xaosga aylanganida tartibni tiklaydigan aynan u. O'z energiyasi, kuchli duellari va vayronkor to'p tortishlari bilan jamoasini ko'p bor qutqargan. 3. Antonio Rudiger. Real Madridning qalqoni. U hujumchilar uchun haqiqiy dahshat. Rudiger hech kimdan qochmaydi va Real himoyasi haqida gap ketsa, hech narsadan qo'rqmaydi. 2. Sergio Ramos. Uning nomiyoq dunyoning butun hujumchilari uchun qo'rquv uyg'otadi. Real Madridning sobiq himoya ikonasi. Futbol tarixida eng ko'p qizil kartochka rekordi unga tegishli. Birinchi o'rin kimga tegishli deb o'ylaysan? Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Mana kichik ishora. Uni vayronkor deb atashgan va u o'z karyerasida 260 dan ozdan ortiq sariq kartochka olgan. Izohlarda o'z variantingni yozib qoldir.